Assalomu alaykum. Begajo'ra kanalining hurmatli obunachilari. Qadrbaland obunachilar, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Iftorlik mahaligacha ro'za tutganlarga iftorlik mahaligacha sabr toqat bersin. Ulug' sabr toqat bersin Alloh. Ro'zalaring qabul bo'lsin. Bugungi obzorimiz o'zimning uyimdan bo'ladi. Hafta kuniga kela payshanba. Sanamiz Xudo xolasa 27-mart 2025-yil. Ramazon hayiti 30-ga ekan, Xudo xolasa 30-ga belgilashibdi. Eslatib qo'yapman sizlarga ham. Akalar, mana shuni o'g'izda olgan edik. 8-martda eslayinda. Video qilganman. O'sha bu kibritmi bu simentalga bir bola bo'lib qolgan. Короче, videolarim yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Video ko'tarilishiga sababchi bo'lib qolasizlar. Bittadan like qilolmaydi, boshqa ham qilmaydi. Kanalimga yangilar obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Gruppalarga podilsaq qo'ysalaring ham xursand bo'laman. Videolarimda xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa oldindan ming bor uzr. Bugungi obzorimiz Xudo xolasa mana shu novvoscha haqida. Bu novvoscha olindi deb video qilganman. Kanalimga o'tib ko'ringlar yangilar. Yana aytib o'tib ketaveraman. 17.900 ga joydan borib olib keldik. Bizga 18.30.000 so'mga tushdi. Ko'l tashqi parazitlar shunaqalarga qildik. Xudo xolasa boqilyapti hali bir oy bo'lmasdan turib o'zgarsa yaxshi bo'lyapti. Bir o'zlaring ham kommentariy yozinglar. Yaxshi bo'lyapti mana bunaqa joylari. Yelkasini buzmaganida olib kelganimda o'zi charchag'idan chiqib o'zi nima deydi, yaxshi olyapti o'ziga. Yegani et bo'lar ekanda bularni. Tavsiya qilaman akalar, bu reklama ham emas, boshqa ham emas, tavsiya qilaman. Jaydaridan o'zgarishi yaxshi bo'lar ekan. Men ham jaydari boqib yurganman shu kungacha. Kelgan akalar buni yem-yeyish ratsioni, yem-yeyish tarzi bundan iborat mana. Selyos, sho'rxa, kepagimiz. Uydan chiqqan po'choq-mo'choqlarni tashlab beryapman. Ertalabdan kechgacha yeb yotibdi. Oxirida so'zlar ham turibdi, bular yeb qo'yadi. Kechgacha yeb qo'yadi. Mana shu jo'mga to'ldirib tashlab beryapman. Ertalab kechpayt. Shu bilan qonni to'q suvini tutib qo'yaman. Albatta, keyin kechpayt suvini tutaman. Yotaverar ekan. Qonni to'q tursa, yaxshi parvarish bo'lsa, bola o'zgaraverar ekan bu bolalar. Zotli bolalar. Bitta bunaqa cho'michda bitta cho'mich kepak, yemini tashlab olgandan keyin kepak. Ustiga sepib beraman selyosini. Bo'ldi, boshqa ishim yo'q. Shu uydan chiqqan po'choq-mo'choqlarni selyosga aralashtirib beraman. Yeydi buni ham. Novvost holati kelgandacha naqa edi. Odamoviydi. Hozir o'ziga kelib uydan chiqqan po'choq-mo'choqlarda shunaqa yapti hozircha. Akalar, tavsiya qilaman. Mana selyosimiz 20 kilolik bo'ladi. 20 ming. Kilosiga 1000 so'mdan tushadi. Bunaqa qopchada 30 minglik sho'rxa olaman. Sho'rxamiz sifati yaxshi. Sifatli sho'rxa.
Keyin amashtiga aralashtirib qo'yaman, ikkalasini to'g'rida to'la qilib solib, bir jondan ertalab kech payt qilib beraman. Videolarda endi akalar ko'proq chiqarishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Unchiga ora-orada yutib berib turibman. Chigitdan ham. Shu tarzda qilyapti. O'rtacha 50 ming rasxod bo'lyapti. 4 kunda, uzog'i 5 kunda 50 ming deb tugatyapti. 50 ming so'm 4 kun 5 kunda yeyapti-da. 50 ming so'mni. Mana shular. Keyin qopda 25 kilolik qopda turon kepek. Bu tushayotgan bo'lsa qanday desam bo'ladi hozir. 85 mingdan olib kelganimga 3-hafta bo'ladi. 3-hafta ketyapti olib kelganimga. O'zlaring hisob-kitob qilib olaveringlar. Somon tashlab qo'yiladi oldiga. Aynalib o'rib somonni yeydi, aynalib o'rib selosini yeydi. Shunaqa gaplar. Ichi odam o'vi ekan. Oldiga borib maqsizam maqmayapti, tey turmayapti. Oldiga borsiz qochib, ko'tini yaqa olib, ko'tini baqa olib mana odam o'vi o'yna qilyapti. Shu tarzda boqilyapti akalar. Hammalaring chorvalangga baraka bersin Alloh. Hammamizni yo'q deganda mashina ovozdan 100 ta boqaylik. Har bitta inson uyda mana shunaqa novosda yo'q deganda kattasidan 100 ta, 200 ta boqilsin. Yaxshi niyat yarim davlat deydi-yu. Akalar, bugungi obzorimiz mana shu haqida bo'ldi. Yemlarni aytib o'tib ketdim. Ishtama qolmadi degan umiddaman. 50 mingni 4 kun 5 kun deyapti. Selos sifati yaxshi, donli selosdan olib beryapman. Oldiga tajab qo'yar ekan, yo'rar ekan. Men shunga besh ketdim. Maza qilib yapti, maza qilib yayrab yashnab yashayapti. Nima qilib qo'yish kerak edi? Qo'raq qo'yish kerak edi. Keyinchalik ipga tushmagan mol qiynaydi deb baylab qo'yaverdik. Qo'raq qilib qo'ydik, ishtga qo'yvoramiz deb turdik. Keyin orada kelib uyda qiynadi. Jipan qilib. Akalar shunaqa gaplar. Haftada endi bir 2 hafta bo'ldi shekilli buni video qilganimga, bu olganimga 8-chi. Kechirasizlarchi. Bo'lib qoldi. Uzrli holat bo'lib qoldi. Xullas, shunaqa gaplar. Akalar, omon bo'linglar, sog' bo'linglar, hammaga aytib o'tib ketdim. Ro'ppa rosa bir nima deydi? Har endi bir 1-2 hafta video qilib turamiz endi buni o'zgarayotganini. Sizlar ham endi nima qilib turasizlar-da, shundan boqasizlar. Manfaatli bo'ladi. Yaxshi o'zgaryapti-kan. Zo'r bo'layapti-kancha, nima o'y bo'ladi ichlarida. Buni olib boqaymi, qiziqishga shunaqa degan o'y bo'ladi. Qiziqishda endi men ham qiziqdim, mana oldim. So'zlarimda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. Kanalimga yangilar obuna bo'linglar. Videolarimga bitta like bossalaring. Rahmat deb qolaman sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha. Har 1-2 hafta taqib turamiz endi video. Omon bo'linglar.